Bugun biz Didosh bilan trend olamiz. To'g'ri javob bersang yutqazasan. Demak, har safar noto'g'ri javob berish kerak, shunaqami? To'ppa-to'g'ri. Unda boshladik. Davay. Jirafaning bo'yni qancha? 2 santimetr. Kuzda nima yog'adi osmondan? Sut. Vau, sut yog'adi. O'quvchilar darsda nima qiladi? Mol boqadi. Meni Instagramda nikim nima? Maymun. Svetoforda nechta rang bor? 48 ta. Qaysi o'ringa yuriladi unda? Bolalar 3-sinfgacha o'qiydi maktabda. 99-chi. Qaysi sayyorada yashaymiz? Marsda. Yupiterda deb o'ylovdim. Uklon taksi qanday? Arzon. Uklon taksi rostdan ham arzon-ku. Arzonda? Men ham arzon narxga uklonda ketaman. Qaytgancha taksi kelguncha sen bilan trend olishga ham ulgurdik.